Manej yandan kvartira qarab birgalar uchun eng kvartira qarang. Bunda elitni maktab, ya'ni platni maktab. Unda klinika, bunda bog'chasi. Ya'ni yaningizda hamma narsasi bor. Yonboshingizda manej bo'ladi. Beriz spalningiz 3 xonali kvartira, ya'ni spalningiz. Bunda podizdan kirib eshigimiz, bu tarafimizda esa koridor, как holding qoldirilgan, bu tarafda 6 metrlik balkoni bor, balkonni kuxnya etib berganlar. Do'rimizda zal, bu tarafimizda yana bir spalni, sanuzeli hojatxonasi отдельный. Aytib o'tganimdek 3 xona kvartira, 3 xonali kvartira. Zalimizga kiradigan bo'lsak, zalimiz kattagina zal edi. Ko'rib turibsizmi? Patolog ishlangan, davrak teshik, devorlarimiz oqlanib turibdi. Polni remont etib beraman dedi bu taraflarimizni. Yanımızda esa spalni, ya'ni spalnining oboylari olinib turibdi dedi. Aynasi bog'cha, maktab, klinika tarafga qaragan. Patologlarimiz natijnoy patolog. Sanuzelni ko'rib o'tadigan bo'lsak, sanuzelimiz shunday ahvolda, buni remont etib beraman dedi 100%. Bu tarafimizda hojatxonasi, bendan remont etib beraman dedi. Eshiklarni o'zgartirib, yanimizda yangi ko'rsatib o'tgan spalnimiz. 4 etajga domda 4-etajında 3 xonalı kvartira. Yan tarafımızda ise inişiyoruz. Bu tarafta bir holding kaldırılgan. Arın tarafımızda kuxnyası var. 6 metrlik kuxny. Kuxnyamızı göre olmasa kuxnyamiz balkona ko'chirilgan. Shunday mebel yan tarafda kuxnyalarni joylashtirganlar. 2 dona aynası elde tarafa, padiz tarafa tutdi. Birimiz baland spa. Spadan chiqasiz. Qarang, eldini manzarasini bog'ini qarang. Eldini katta bog' bor yana. 2 domlar arası. Yan tarafda manish ko'rinib turibdi. Bu yerda tapchani, atizi bor. O'zingiz foydalanaverasiz. Aytib o'tganimdek 4 etajga domni 4-etajında 3 xonalı kvartira. Pulga keladigan bo'lsak 385 million so'm pul deb turibdilar. Kelishini yer bor. Ozmi, ko'pmi? Ekrandagi telefon nomerlari telefon qiling, bizlar aloqa chiqing. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.